Assalomu alaykum, hurmatli Moskvalik qirg'izlar. Bugun 3-fevral kuni nasib ekan Moskva shahriga kelib qoldik. Chaqiruvingizlar bo'yicha, sizlarning qalbingizlar bo'yicha kelib qoldik. Rahmat, ko'pchilikning so'rovlari bo'yicha Bistoni meni tanabsizlar. Rahmat. Xudoy ursa bugundan boshlab Qirg'iziston Gaviyasida 3 kunlik konsert bo'lmoqchi. Konsertni uyushtirib tonada cho'ng rahmat. Bekor uyushtiryaptir. Negizi shu yoqda emgaklanayotgan bizning bordoshlar, to'g'onlar, sizlarga den-sog'lik qalaymiz. Sizlarga ishingizlarga yigilik, Xudoy ursa eson-omon o'ylagan maqsadga yetib, eson-omon Qirg'izistonga boringizlar. Yaqinda mana 23-fevral javobgarlarning bayrami kelayaptir. Almenda qutuqtaymiz. Negiz men o'zim shiniga qalbimda shu erkaklarga Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Erkaklar ishlaysin. Bizning suluv tattiqay chiriktoy bo'lgan, aqquday bo'lgan bizning qizlarimiz, ejilerimiz, jengelerimiz, apalarimiz uyda bola-chaqani ko'p turib, shularning oldida issiqdan bishirib, tamoq ashni qilib, shu bizning batırlarni kutib olsa degan yaxshi niyatim bor. Xudoy ursa erkaklarga Alloh taolo omad bersin, bizning ayollarga Alloh taolo iymon bersin. Shul Moskva shahri hayvon jaqdi. Ko'yla kelib turam. Xudoy ursa dag'i metse gruppa bilan kelay degan niyatlar bor, yaqinda kelib qolamiz. Shul ishingizlarga yigilik, omad, den-sog'lik bo'lsin. Doimo bir bo'laylik, biz bo'laylik. Shul Akkeme degan yaxshi studiyangizlar bor ekan. Sizlarga cho'ng rahmat. Men bilaman, shu chiqarmachilar odamlarga ayavay qanday desam, bir chet qiyin bo'lgan men, bir chet ayavay qiziq. Shu elning turmushini, elning yaxshiligini, elning problemalarini, elning ko'ygöyini, anan el jönde ma'lumotni taq berib turganingizlarga sizlarga cho'ng rahmat. Shu Akkeme degan bu Chingiz Aytmatovning yaxshi chiqarmasi bor-ku. Shul Akkeme degan bu shul cho'ng Qisqo'lda bayaq Nurg'azni ko'rganda bir yaxshi bir bayaqda changilikda bo'lsin bunday shul niyatni o'zlashsak bo'ladida. Shunday baringizlardan yashangizlarda shunday cho'ng Qisqo'lda bir cho'ng bo'lgan yashangizlarda doimo Akkemelar jolg'ib, yo'lingizlarga aq yo'l qalaymiz. Doimo aq niyatdagi aq to'ylarda shunday aq dasturxon ustida jolg'ib yuraveradi. Sizlarni hurmatlab, siz bilan men Baxtiyor Doktorov Bistova. Salamat-sizlar va hurmatli Qirg'iziston aytdoshlar bo'lsalar bo'lsizlarmi? Ashyoqda Baxtiyor To'xturovning buyurmalari bo'lsizlarmi? Maydalar yaxshimi? Mamalar yaxshimi? Agilingizlar, baringizlarga cho'ng rahmat. Bugun Baxtiyor To'xturovning konsertini ishoningizlarga kelib berganingizlarga eshitganligim deyli do'stlar. Baxtiyor To'xturovning konserti bugun ertaga воскресенье bo'lib, ijodingizlarni dang'il o'sirginiz ishona. Eshitganligim do'stlar. Ijodlar Qirg'izistondan ayimlarına cho'ng rahmat mirzalar bo'lsinlar. Ayimlar bo'lsizlarmi? Baxtiyor To'xturovning buyurmalarini eshitganingizlarga cho'ng rahmat. Biz Qirg'iziston Kababar Rına atayin Baxtiyor To'xturovni chaqirdik. Ko'pchilikning so'rovlari bo'yicha ijod bilan Qirg'izistondan buyurmalarini so'rovlari bo'yicha kelingizlar. Bugungi
КПБ Кыргызстандын администрациясына жалпырсага кол чоолор болсун. Бекер, Юзил силерде ушундай бакча татарушту көрүп кеткенге, мүмкүнчүлүк бергенге, жалпыңыздарга güzel кол чоолор болсун. Ушуну менен биз жалпыңыздардын дагы эле болсо, алакандарды аябайбыз, урматтуу айымдар жана мырзалар. Bir kol çalsak, konsertimizde başlayız. Katu çalarız. Gelingizler hormatlı ayımlar janımızlar. Moskva şarında medisinalı kollejde 4-cü kursda studentkası. Köptөгөн сыйлыктын ээси бийчи Диана Амиралиеваны кол чалуулар менен тособуз. Келиңиздер, кол чалуулар болсун. бийчилери Диана Амиралиева сиздердин урматтуулар. Бүгүнкү сахнага чакырабыз. Кыргызымдын чыган мырзасы жана Кыргызымдын бой-бою. Кыргыз эл артисти сиздердин назарыңыздарда көпчүлүктөрдүн колчугу боюнча сахнага Бахтияр Тохторовду чакыралар. Salamatsızlar, hurmatlı Moskva kızlar, barınızlarga densoqlik, siz bilan görüşmegän quvonchdaman. Sotsial tarmoqlardan kimni ko'ray deganda meni tanig'ingizlar, men roziman. Hamması ishtiqlaydi, ha? Ishtiqlaydi, rahmat. Kırgızlar bir yaxshi
işlerinin altında işte ısırtatıp ala salsa koyun, yine ısırtatıp koyun. Geçtim hadi gelir öldüren işine başlasın. Şalgın bir bana şaslanın azapları